qalbni kengaytiradigan, yurakni yozadigan, g'am tashvishlarni bulutini ketkazadigan amallardan bittasi bu sayohat. Sayohat degani albatta katta pulni sarflab boshqa chet o'lkalarga borishni tushunmaslik kerak. Tog'larga chiqib ketish, o'rmonlarga rihla qilish, sahrolarni kezish, qirlarga sayr qilish, tabiatni qo'yniga chiqish, tog' toshlarga nazarga solish, daryolarga bir tikilib o'tirishlik. Biz sayr sayohat deganda avvalambor shuni nazarda tutyapmiz. Uyda dimlanib o'tirolmaslik. Birodar, iching torayib, asablaring taranglashib, yuraging siqilib, dod degan kelib ketadi ba'zida. Chidamay ketasan. Shart ishlaringni yig'ishtirda, do'konni ochma bugun. Mashinangga o'tir, chiqib ket shahardan. Tog'ga chiqib ket, o'rmonga chiqib ket, yaylovga chiqib ket, sahroga chiqib ket. Bo'g'ilib, dimlanib, shaharda tutunni changini yutib o'tiravermasdan, ora-orada shunaqa qilib turgan. O'zingga bir kun dam olish ber. Hozir ayni shunaqa qiladigan payt. Adillarda hozir rosa bir ko'karib biz adillar, tog'lar chiroyli bo'lgan payt. Ochiq turgan mana shu koinotning kitobiga nazar solish kerak, birodarlar. Shunda Alloh taoloning qudratini, azamatini guvohi bo'lamiz. Ko'klamzorlar, go'zal bog'roqlar, bir-biriga tutashib ketgan o'rmonlar, tog'dagi archazorlar, ularda bari sen bilan menga birodar Alloh taoloning qudratini, azamatini ko'rsatib beradi. Buni ko'rishing uchun uydan chiqish kerak. Birodar, uyingdan chiq. Shahardan tashqariga chiq. Atrofingdagi narsalarga qara, tomosha qil, fikr qil. Toqqa ko'tarilda. Baland toqqa ko'tarilda uzoqqa nazaringni tikib tur. Yozilasan. Kenglik insonning qalbini yozadi. Alloh azza va jalla jannatga siz bilan bizni da'vat qilgan paytda jannatni maqtab, uni kengligini aytadi. Astagfirullah va sari'u ila mag'firatin min robbikum va jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Taqvodorlar uchun tayyorlab qo'yilgan jannatga shoshilinglar. Qanaqa jannat u? Robbingizdan bo'lgan mag'firatga shoshiling, jannatga shoshiling. U qanaqa jannat? Kengligi osmonlar yerdan ko'ra keng. Jannat aytilganda uni kengligi aytilyapti. Birodar, tashqariga chiq. Daryoda bo'yga kelganda suvning oqishiga uzoq tikilib tur. Sharqirashiga uzoq quloq tutib tur. Zilov suvdan to'yib ich. O'rmonga bor, daraxtlarning turli tumanligiga qara. Ularning rangi, shakli, barglari haqida fikr qil. O'pkangni chuqur-chuqur to'ldirib nafas ol. Shunda ruhing qushday yengil bo'lib qolganini ko'rasan. O'zingni erkin his qilasan. Saodat osmonida suzasan. Uyingdan shartta chiq. Uyingda shartta chiq.
Allohning yaratganlaridir. Alloh osmonni ustunsiz qildi va yerga tog'larni qoziq qildi va ikki tog'lar orasidan chashmalar chiqardi. Bu chashmalar sababli yerdan turli o'simliklar o'stirdi. U Alloh yagonadir.